Assalomu alaykum. Dehqonlar. Mana bugungi videomizni Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Jeynon shaharchasi Oltinbashoq mahallasidan olatimiz. Ya'ni o'zimni fermer joyimdan. Mana chisnoglarimiz. Xo'sh, bu chisnogimiz 23-avgustga ekilgan. 2024-23 ekilgan. Bugungi sanamiz 2025 17-fevral sanasida mana video olamiz. 5-fevral kuni gektariga 400 kilodan siltirab berib suvlab edik. Chilla suvi. Mana aka hozirgi holati. Endi nasib bo'lsa shu oyning oxirlariga bitta o'ta qilamiz. Chisnogimiz. Rivojlanishi zo'r.